2026-yilda uyga tunuka fon qilish narxlari, o'zi 2026-yilda tunuka fon qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nima qilish kerak? Yo alkafon qilish kerakmi, yo oddiy plastik qilish kerakmi? Shu haqida ma'lumot beraman. Mana bu joyda mana qo'shniga plastik qildirgan ekan. Ko'ringlar. Bu plastikni 5-6 yil yaqinida qildirganman dedi, lekin holatda ko'rinishi shunaqa bo'lgan. Mana ko'rishinglar, o'sha yana betni buzib tashlab turib, boshqa narsa qilish kerak. Endi mana bu qo'shnisi esa panelka. Panelkani ham mana har yilda bir kraskalab turish kerak. Mana ko'rsanglar, qanaqa holatda bo'lgan. Endi mana budjetniy varianti tunuka fon. Endi bundan ham premium varianti alkafon. Bu ishimizni Samarqand viloyati Katta Qo'rg'onda Oybek Amondan Payshanbada qilib berdik. Ishni ko'ringlar. Bu ishni endi qilishdan oldin nimaga e'tibor uyda pastbalandligiga, uyda burchaklariga qarab turib e'tibor berdik. Qanaqa holatdan chiqadi, qanaqa holatda bo'lmaydi, qanaqa holatda qilsa yaxshi bo'ladi deb shuni maqsad qilgan holatda to'g'ri rang, to'g'ri fason tanladik. Endi bu shapkalarini alkafon fasonda qilganmiz. Ko'rgan bo'lsanglar, blesk motor material, blesk beradigan material, darvozaxonasini mana shunaqa 3D fason qilib berganmiz. Bu esa mana bu ichlariga ishlatilgan qora nержавейка. Bu yangicha fason bo'ldi. Endi mana bu taraflarini ko'rsanglar, darvozaxonasiga buyog'i 1060 ga, buyog'i 860 joyga shu fasonda qilib berganmiz. Mana bu naqshlari чистый qora nержавейка, o'rtalariga ham qora nержавейка, keyin 04 materiallarni foydalangan holatda qilib berdik. Endi bu tunuka fonda eng premiumi. Buni narxini 230 ming so'mdan, bunisini o shapkasinikini 170 ming so'mdan 1 kvadratli hamma rasxodga qilib berdik. Xonadon egasi faqat bizga yotoq joy, yemoq uchmoq, ikkiga mana bu kabellarni olib berdi. Biz kabellarni tashlab berdik. Bizdan keyin montovlarga ana bu lampochkalarni qo'ydiryapti. Endi nimaga endi bu qimmat? Bu pulga alkafon qildirsa bo'ladi-yu deyishingiz mumkin. Lekin bu pulga misol alkafon qildirarsiz, lekin alkafonni oddiy fasonini qildirasiz. Alkafon ham ikki xil materiali bor. Bu birinchi materiali qanaqa? Birinchi material Toshkent, ikkinchisi Andijon. Bittasi 1.8, bittasi 2.1 bo'ladi qalinligi. Eng oddiy fasonda katta-katta doska qilib qilinsa, alkafonda hozir 22-23 dollar qilinyapti 1 kvadrat. So'mga hisoblasangiz 270 ming, 280 minglar bo'ladi. Endi bu fasonni alkafonda qildiraman desangiz, kamida 30-35 dollarga tushadi. O'shanda 400-450 mingdan chiqadi. Lekin biz buni 04 materialda o'sha alkafonga o'sha blesk beradiganini, qarang qanaqa blesk beryapti. Blesk beradigan tunikalardan keyin 12 yillik rasmiy kafolatga ega qilib, xudo xolasa 230 ming so'mdan 1 kvadratini qilib berdik. Endi shapkalariga ham 04 ishlatganmiz. Shapkalarni ham qaranglar qanaqa blesk beryapti. Juda chiroyli holatda qilganmiz. Keyin mana bu burchaklarini ko'ring. Ikki burchagini ham bir xil ratda qilganmiz. Mana bu reglchasi bor edi. Mana bu yerda juda katta temirdan tushirilgan. Mana bu joy, o'sha joyini ham juda chiroyli qilib afishka qilib o'tib ketdik. Lekin mana premium chiroyli holatda bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana ancha alkafondan ko'ra arzonroq, lekin oddiy plastik, dekor plastiklardan ko'ra sifatliroq, premium juda chiroyli holatda qilib berdik. Endi bu tunuka fonda eng premium. Masalan, 12 ta qandaydir mashinalarda eng full deydi-ku, masalan. Bu tunuka fonda eng fulli. Bundan ham endi boshqasi yo'q, chunki bu eng yaxshisi. Endi misol bu figurasi o'zgarishi mumkin yoki yo'nog'i qora nержавейкani o'rnida boshqa rang ishlatishimiz mumkin yoki tilla nержавейка yoki kumush nержавейка ishlatishimiz mumkin. Prosta o'rni almashib qoladi, lekin narx o'sha narx ketaveradi. Chunki juda chiroyli holatda bo'ladi. Endi mana bu avtomatiklarni ham juda chiroyli holatda qilib berdik. Mana qarang, qanaqa chiroyli holatda bo'ldi. Mana bu burchaklarini ham, stiklarini ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Endi bu tomonda bu taraflarni ham juda chiroyli qilib burchalarni chiqarib qo'ygan. Mana bu tarafdan ko'rinadi. Mana bu tomonlarini, baland pastiga qarab, mo'tlab juda chiroyli qilgan. Mana bu orqa tomonlarini burchalarini bir xil holatda qilib, juda chiroyli holatda qilib berganmiz. Mana orqa tomonlarini ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar qanaqa chiroyli bo'lgan. Вообще ideal qilib bitkazib beryapmiz. Bu xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Biz o'zimiz Andijondamiz. Men usta Habibulla o'zimman. O'zim borib ko'rib, o'zim o'lchab, uyingizga qanaqa fason tushadi, qanaqa nima qilish kerak. Endi bu fason 230 ming so'mdan deganim 230 ming so'mdan misol hammasini qiladi degani emas. Masalan,
bizni tunikafon narxlari 140 ming so'mdan 230 ming so'mgacha qilyapmiz o'zi. Hamma narsasi ichida. Endi bu fasonni bilan o'sha 140 ming so'mlik fasonni farqi bo'ladi. Masalan, materiali yuqoriroq bo'ladi. Rekasi yuqoriroq bo'ladi. Sifatida ham ichida farqi bor. Shuni hisobiga narxi arzonroq chiqadi. Endi bu 3D fasonni qildiradigan bo'lsa, mana darvozaxona sizlarga ko'rsatay. Nimaga endi darvozaxona nima uchun 230 ming so'm? Bu 3D fason nimaga 230 ming so'm? Faqat darvozaxonaga shunaqa hisoblanadi. O'stirmalarigini arzonroq qilinadi. Lekin nimaga bu 230 ming so'm desangiz, mana bu narsani lazerda kesamiz. Mana bu narsani. Mana bu naqshni ham lazerga kesamiz. Keyin buni misol usta teradigan usta ham ancha mashaqqat. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma tarafida kustoga bir xil. Hech qayerda bittasi kesilib yoki boshqacha bo'lib qolmagan. To'g'ri tomoni ham mana bir xil chiqqan. Ishni ko'ring. Hech qayerda bir anaqa noqullik yo'q. Ustidan juda katta mehnat, juda katta sabr, juda katta bir nima talab qiladi. Shuni hisobiga buni narxi qimmatroq chiqadi. Keyin buni upakovka qilib olib kelamiz. Mana shu qog'ozlar mana shu 3D'ni 2 dona qilib upakovka qilganimizdan oshib qolgan qog'ozlar. Mana bu uzun karnizlarni manaqa salafan. Buni o'ziga yarasha rasxoti bor. Ikkinchi o'rinda buni kichkinacha manaqa Isuzularga yoki qandaydir mashinalarga bosib olib kelmaymiz. Kattaroq mashinaga kengroq qilib taxlab olib kelamiz. Nimaga? Bu narsa shilinmasligi, chizilmasligi uchun. Keyin olib kelingandan keyin buni o'rnatamiz. O'ziga yarasha buni kileylari bor. Bunga reka ham ko'p ketadi. Oddiy reka ketmaydi. Shuni hisobiga buni narxi 230 ming so'm chiqadi. Ya'ni shuncha 230 ming, 250 ming yoki 200 mingdan qilishyapsan, shuncha foyda qilishasan, senlar anaqa. Yo'q, biz ko'p foyda qilmaymiz. Bu shu narsani sifatli bo'lib chiqishi uchun, shu narsa sizni uyingizga chiroyli holatda premium ko'rinishda turishi uchun u sizni xarajatingiz bo'ladi. U narsa hammasi mana upakovkasi, o'rnatilishi, chiqishi, lesasi, reykasi, shurupi, boshqasi ustidan ketadigan vaqti, bu yerda asab buzilishlar, bu yerda ob-havo mana 2-3 kun qovuq bo'ldi, qor yog'di, yomg'ir bo'ldi, boshqa bo'ldi, u bor. Keyin mana bu joyda misol uchastka bu bitmagan uchastka, misol yotib qolib ishlashlar, o'ziga yarasha vaqti, qovuq hozir mana lesalarni buzishyapti, bu ham o'ziga yarasha mehnat. Shuni hisobiga bu narxi shunaqa. Shapkaniki shu narx bo'ladi. Chunki hali bu yerda biz masalan bu fasonni bitta biz qila olamiz ekan, boshqalar qila olmaydi yo u bu deb misol sizni pulingizni olib ketish emas maqsad. Hamma narsa puliga stoyaщий bo'ladi. Mana uy egasi ham biz ishlarimizni YouTube'da, Instagramda ko'rgan, yoqtirdi, talab qildi, shuni qilib berdik shu narxga. Mana darvozaxonasini ham kichkina joyiga misol 3 qator kirgan. O'zi aslida misol buni kannazini kattaytirib mana bu joyni kannazini kattaytirib 2 qator qilsa ham bo'lardi, lekin biz chiroyli holatda chiqsin deb mana 3 qator qilganmiz. Buni ham hech qayerda unaqa kusugi yo'q. Ko'rib baho berasizlar. Juda bir boshqacha bo'lib bitdi. Endi bu ishga, bu premiumga o'sha narx arziydimi, arzimaydimi? Uy egasi masalan, bizda xabar bo'lgani yo'q. Uy egasi Rossiyadan turib bizga zakaz bergan, keldik, mana qilyapmiz. Masalan, biz uy egasi bo'ladimi, bo'lmaydimi, bizga farqi yo'q. Biz ishimizni vijdonan chiroyli qilib, juda chiroyli holatda bitkazib beramiz. Biz tepamizda bitta odam turishi shart emas. Mana ko'ringlar. Mana hozir ham yo'q uy egasi. Biz ishimizni qilib, tartib qilib ketyapmiz. Burchaklarini ko'rib. Burchaklarini juda chiroyli holatda qilib, uchoq tomonini ham, to'rt tomonini ham bir xil qilib, juda chiroyli holatda mana xonadon egasiga topshirdik. Kimda kim shunaqa sifatli tunikafon xizmat kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Telegram WhatsAppimiz bor. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar borib qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Vodiyda deysizmi, Samarqandda deysizmi, qo'shni Qozog'iston deysizmi, Qirg'iziston deysizmi, boramiz, ko'ramiz. Faqat aviomiylar katta bo'lsa borib qilib beramiz. Nimaga? Chunki mana bu lesa keldi mana Labuda. Mana buni yo'l kirasi bor, buni olib ketadi, buni puli bor, u xarajati ko'p. Shuni hisobiga misol xarajatimizni qoplaydigan darajada bo'lsa borib qilib beramiz. Lekin maqsad endi nimaga endi kichkina ishga kelmaysizmi deyishingiz mumkin. Kichkina ishga borib turib, misol siz ishingizni qimmatroq aytib yuborsam, masalan 300 mingdan qilaman desam, siz o'rinib qolasiz. Shuning uchun hisobiga ob'yem kattaroq bo'lsa. Masalan, ikkita qo'shni bo'lib, uchta qo'shni bo'lib chaqirsanglar ham eng kami 300-400 kvadrat bo'ladi. Borib qilib beraveramiz. Haligi maqsad, haligi faqat katta-katta ishni qilib, katta-katta pul topib, katta-katta yeb ichib ketish emas. Prosta bu yerda bitta o'zim emasman.
Buni tayyorlaydigan bolalar bor, 7-8 ta. Buni o'rnatadigan bolalar bor, 5-6 ta. O'shalar bilan birga hamjihatlikda qilamiz. Ya'ni o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Shuning uchun shular inovatga holatda aytilyapti xolos. Erta xudo xolasa ishlarimizga konkret qilib, chiroyli qilib topshirib chiqatamiz. Hech kim norozi bo'lmaydi. Bemalol aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishgan holatda qilib beramiz. Katalog hamma yo'q bor. 100 xil fasl qilyapmiz. Shu bolalarning mehnatiga bizga xudo xolasa juda ko'p deslar. Assalomu alaykum. Qanaqasiz?